qaddi balandi. Xullas 500 kilolik murabbiyimizni Maybix keldi. Aynan bu murabbiyimizda qulaylik odatiy murabbiylardan ko'ra juda ko'proq. Aynan bu skuterimizga skuter tarafidan 3 oy motoriga garantiya hamda servislarni yozib beramiz. Bu skuterimiz 500 kilo sig'imni o'zida ko'tara oladi. Skuterimiz bemalol qolgan 500 kilo skuterlardan arzonroq hamda kachesasi yuqoriroq chiqadi. Bu murabbiyimizda oldi jitkis tormoz, qo'l tormozi ham mavjud. Undan tashqari oyoq tormozi ham mavjud. Undan tashqari ruchnoy tormozi ham bor. Panishlisi ham bor. Oldida avariyni kolonka, 3 ta skorost, parkovka, zatni kolonkalarning ikkitali oldi aynalari akalar qatimaganmi? Negativ bo'lishi kerak yo'q. Telefonga zarar pastavka. Oldida esa bitta, ikkita, to'rtta, jami 5 ta amortizator joylashgan. 1 tonnalik skuter amortizatori yumshoq bo'lishi uchun undan tashqari bort uzunligini metrlashib ulgurmadim, lekin ixchamroq 1 tonnadan ko'ra. Orqalarini ham esa bu qaranglar. 52 talik akkumulyatordan 6 dona. Bitta yumshoq amortizator, risol, ikkita amortizator. Xullas, eng ko'p amortizator shu skuterda desak ham adashmagan bo'lamiz deymiz, lekin adashgan bo'lamiz. Chunki 500 kilolik 1 tonnadan ko'p bo'ladi. Narxi hali chiqqani yo'q. Minboriz, chunki tovarlarimiz o'ta ko'plik hisobiga Telegramdan o'tib yoki magazinimizga kelib, o'zidan ko'rib, minib narxini atrofdan ko'ra inshaalloh arzon qilib beramiz. Kelinglar, ko'ringlar, sifatidan bahra oling.